Foydali retseptlar sahifamizda biroz tanaffus bo'lib qoldi. Shuni hisobga olgan holda siz uchun shokoladli retseptlar seriyasini olganman va shu hafta nasib birin-ketin qo'yib qo'yaman. Birinchi retseptimizni hozirda urf bo'lib kelayotgan Matilda torti, chocolate cake yoki sochniy shokoladli biskvit deb atasak xato bo'lmaydi. Ishni quruq massalarni aralashtirishdan boshlab olamiz. Un, shakar, kakao, tuz va razrahlitilni yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi ustiga yarim stakan sut va yarim stakan yog'ni solib olamiz. Ustidan 3 ta tuxumni chaqamiz. Xamirni xohlang qo'lda, xohlang mikserda qorishingiz mumkin. Yaxshilab xamirni qorishtirib olganimizdan so'ng aynan qaynoq kofe solamiz. 1 stakan. Bu og'ir biskvitlardan hisoblangani uchun bitta qolipga solib pishirishni tavsiya bermayman. Albatta 2 ta yoki 3 ta qolipga bo'lib 160 gradusda 25-30 daqiqa pishirib bu vaqt oralig'ida shokoladli krem tayyorlang. Krem retseptini albatta keyingi videoda joylayman. So'ng chiqqan biskvitimizni g'ovaklarini ham ko'rishingiz mumkin. Biskvitni o'zi shokolad ta'miga to'yingan va xushbo'y. Uni shunchaki pirog sifatida pishirib ham yeyishingiz mumkin. Yoki menga o'xshab o'rikli murabbo sursangiz, Praga tortiga aylanadi qoladi. Xullas bu yog'i fantaziyangizga bog'liq. Go'shtlarni kremlab, ustini ham krem bilan qoplaymiz va 2 soatga xolodilnikka yuboramiz. Qaddini ushlab olgan tortimizni ustini ganaj bilan qoplaymiz. Shunchalik mazali chiqqandan razrezni olishga ham ulgurmadim. Likopchangizda ana shunday shokoladli bulochcha paydo bo'lishiga kafolat beraman.